Qaranglar, voy, bitta barmoqda boshqaryapman. Qo'limizlar o'rtoqlar, shu go'dasiga shunaqa yumshoq mashina ekan, prosta choyni ichsa, prям biznes klass mashinaning ichida o'tiribman. Nima mashinaligini birinchi topgan odamga kartasiga kichkinagina sovg'amni tashib beraman. Topgan bo'lsangiz, hozir kirib kommentariyaga yozib yuboring, shundoq videoga like bossanglar, lida yo'q narsalarni hammasini bitta-bitta ko'rsatib beraman. Xo'p, men boshladim. Eshiklari knopkada ochib yopiladi. Lida yo'q. Даже fara like bosyapti. Bitta like bosib yuboring endi. Lida yo'q-ku. Oldisida enasida atamankasidan tashqari oyoq qo'yadiganlar ham tushar ekanda. Prisoska elektronik paroglari ikkalovida ham bor. Oldida katta splashnoy monitor 3 qismga bo'lingan. Bu yoqda Face ID turibdi. Lekin bu narsa nimaligini bilmadim. Bilsanglar yozib qoldiringlar. Lekin lida ko'rmaganman. Mana buni qaranglar. Texnologiya video. Mashinaning orqasi juda ham keng o'rtoqlar. Maza qilib o'tiribman. Atamankalari ham bor. Patologlarni ko'ryapsizlarmi? Maloshniy Alcantara ekan. Menga eng yoqadigan tarafi mana proyektor bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda monitori tushadi. Zo'r kinoni qo'yib qo'yib, romantika qilib maza qilib o'tiradigan mashina ekan. Bagajdan bir dunyo yostuv chiqarganda o'rtoqlar, qaranglar, bemalol uylanmagan bolalar uyga kirib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bagajini gilamini ko'ryapsizlarmi, svetini? Juda ham bagatli, shikarniy svet tanlangan. Shtorkalarni ko'rishingiz mumkin, magnitli ekan. Bundoq qotirib qo'yasizlar, lekin kengligi juda ham katta bagaj o'rtoqlar. Mana reelslar nima vazifani bajaradi desam, yuk qo'yganingizda qimirlab ketmasligi uchun. Mana farasini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. Faqatgina chiroyli emas, bunda proyektor joylashgan. Kechroq devorga taqab qo'yib o'rtog'inglar bilan maza qilib futbol ko'rsanglar ham bo'ladi. Faqatgina futbol ko'rish bolalar, kelishib olinglar va ko'rib turganinglar Aito N9 Ultra bo'ladi o'rtoqlar. Yoqqan bo'lsa bitta like ayamisizlar, kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bu mashina boshqa avtosalonlarda $95,000 atrofida sotilyapti. Bemalol qidirib, qiziqib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'zgarishdagi Aito avtosaloniga kelganmiz. Bizani Zo'r narx kanalimiz nomidan keladigan bo'lsanglar, $90,000 dan ham arzonroqga berishar ekan. Pastda nomer qoldirganman, yesish atmetga ham qilib qo'yaman. Bemalol telefon qilib savdolashinglar, baraka qilsanglar bo'ladi. Bu videoni Li 9 dan zerikkan tanishinglarga tez yuborib qo'yinglar.